Bizning bosh homiylar Lalaku tursliklari. Necha pul bo'ldi xizmat haqqingiz? Aka 35 ming so'm bo'ldi. Va Jitomir paypoqlari. Hozir mashinadan olib beraman. Uka, mashinada pul siz olmadingizmi, uka? Yo'q, men olganim. Mashinada pul bor edi-da. Yo'q, aka, men olganim yo'q. Uka, kamera bor. Ko'rsataymi yo? Yo'q. Necha pullarni olib. Mana. Uka, mana shu pulni ko'nglimdan chiqarib qo'ydim. Senga 350 ming. Qolgan pulingni harom qilib olyapsan. Buni qayta o'g'irlik qilmagin. Eshitdingmi? Mana uka, senga ko'nglimdan chiqdi. Qayta buni o'g'irlik qilmagin.